turbina bilan jihozlangan avtomashinaga propan nima deyapti? Bugungi obzorimizda Onyx avtomashinasi propan ustanovka qilib berildi. Har doimgidek yuqori sifatli gaz ehtiyot qismlari bilan Polsha Mia Kunnek Onyx turbina avtomashinasi uchun spetsialni o'zi ishlab chiqarilgan. Farsunkalar AC01, bu ham Polsha. Map sensorlar originaldan. Filtr одноразовый va filtr mnogorazовый. Отстойник sifati yuqori darajadagi. Одноразовый ham oddiy emas. Zato ichi machalkalik. Hozirgi gazni sifatida yaxshi ishlab ketadi. Returimiz har doimgidek Nordic italyanskiy original QR kodlar bor. Avtomashinaga benzin bilan yurgandan ko'ra hozirgi benzin sifatini qaraganda propan qo'yish har tarafdan foydasi bor. Sababi oddiy предохранительda ishlaydi. Yomon benzin solgandan ko'ra gazni solib, filtrlarni zabiti bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, zato motordan oldin страховка всегда bor. Orqa zadniy chastga o'tamiz. Balonimizda 38 talik ADX balon. Maksimal darajada endi Onyx larga bilasizlar, zapaska joyi mayda. O'sha podyom ko'tarib qoladi. Bu yana ham podyom past. O'zimiz tilga pachaqroq. Tak, 38 litrlik gaz balon, termoplast trubkalar, taylari shumka qilingan, ideal ishga sifatiga baho berasizlar o'zlaringiz. Har doimgidek Master GBU xizmatda.